xonasi. Bular har bir semestrda, bitta semestrda ikkita mana shunaqa rasmiy kiyim har bir studentga tekinga berilar ekan. Bu yerda ham darslar. Bir paytlar bizda maktabda kimyo darsi o'sha ximiya xonasida, mehnat darsi boshqa xonada bo'ladigandek, bularda ham shunaqa ekan. Ingliz tili darsi boshqa xonada, matematika boshqa xonada. Ya'ni bularni doimiy o'tiradigan bitta xonasi bo'lmas ekan. Qaysi xonada, qaysi dars qo'yilgan bo'lsa, o'sha xonaga kirib darsingizni olib chiqasiz. Darsda, masalan, gruppada 30 kishi bo'ladigan bo'lsa, dars mana shunda 2 kishi bilan ham davom etishi mumkin ekan. Talabalar zerikkan vaqtlari mazza qilib o'ynashlari uchun mana bunaqa game roomlari bor. Bu ikkinchi, uchinchi para darslaridan keyin ochilar ekan. Hol stol tennisi, bilyard, mana bunaqa soccer, futbol. Bu yerda yana o'zlarini shunaqa o'yinlari bor ekan. Mana shunday amerikanskiy o'qituvchilar. What's your major? My major is nursing. Oh, that's very good. That's a different building even. Yes, I know. Mabodo biznes menejmentda o'qimoqchi bo'lsam, mana shu xonaga murojaat qilishim kerak ekan. Business Administration. Universitetda mana shunaqa o'zini joyi bor ekan, kiyinish xonasi bor ekan, kiyim sotadigan, rasmiy kiyim sotadigan xonasi. Bular har bir semestrda, bitta semestrda ikkita mana shunaqa rasmiy kiyim har bir studentga tekinga berilar ekan. Razmerini o'lchab olishadi bu yerda va buni razmeriga qarab buyurtma berishar ekan. Va shunaqa kostyum, mana shunaqa galstuk, mana shunaqa shimlar va mana bunaqa ko'ylaklar rasmiy forma deylik. O'sha rasmiy formasi bitta semestrda ikkitaga tekinga berilar ekan studentlar uchun.